O'ngga qaraysizmi, chapga qaraysizmi, albatta bir baloga, musibatga uchragan odamlarni ko'rasiz. Ohvohlar, ko'z yoshlar, turli vodiylarda jabrdiydalar. Ana shu musibatlarga oxirib yashayotganlar ham bor. Shu musibatga sabr qilib, Allohdan ajr umid qilayotganlar ham bor. Agar birodar ustingga bir ko'ningga yoqmaydigan musibat keladigan bo'lsa, molingami, joningami, xullas musibatga duchor bo'lsang, bilginki, sen bu musibatingda yolg'iz emassan. Agar yaxshilab atrofingni qaraydigan bo'lsang, seni ustingga kelgan bu balo, musibat, qiyinchiliging ancha-muncha odamlarga kelgan musibatning oldida ancha yengil. Chunki yillar davomida o'ngga chopga ag'darilib, to'shagidan tura olmasdan alam bilan dodtab yashayotganlar bor. Yillar davomida. Uzoq yillar davomida quyoshning nurini ko'rmasdan zindonda, qamoqxonalarda yashayotgan mahbuslar bor. Qancha odamlar bitta avariya tufayli hamma farzandlaridan ajrab qolganlari bor. Shuning uchun ustingga bir musibat kelgan bo'lsa, atrofingga qara. Shunda seni musibating hech narsa emas, seni musibating ancha-muncha odamnikidan yengil ekanligini ko'rasan, ibrat olasan. Bilishimiz kerak bo'lgan aniq bir haqiqat shuki, birodarlar, bu dunyo mashaqqat, mehnat, musibat hovlisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ad-dunya sijnul mu'min va jannatul kafir." Bu dunyo mo'min uchun qamoq, kofir uchun esa jannat. Mo'min yaxshi yashasa ham qamoq bu dunyo bu uchun. Kofir bu dunyoda yomon yashayotgan bo'lsa ham bu uchun jannat. Nima uchun? Mo'minni kutib turgan jannatini oldida bu dunyo har qancha zo'r bo'lmasin qamoqqa o'xshab qoladi. Endi kofirni oqibatda jahannamda kutib turgan holatiga taqqoslasangiz, bu dunyo har qancha qiyin bo'lmasin uchun jannat o'rnida bo'ladi. Payg'ambarimiz hadislar doim biz esimizda tursin. Mo'min uchun bu dunyo qafas, kofir uchun nima? Jannat. Astagfirullah. Va tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim va darabna lakumul amsal. Qasrlar bor, kunduzlari odam bilan to'ldir, kechga borib huvlab qoladi. Odamlar bor, o'zini davrida kuch-quvvatga to'lgan, mol davlati serob, obro'yi o'rnida, farzandi ko'p, bir muddat keladi, hammasidan ajrab qoladi. To'satdan o'lim, faqirlik, musibat keladi. Va tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim va darabna lakumul amsal. Alloh azza va jalla aytayapti, axir ularni qanday halok qilganimiz ham sizlarga ma'lum edi. Biz sizlar uchun qanchadan qancha misollar keltirgan edik. Musibat keladi. Ustingga kelgan musibat, birinchi bilishing kerak bo'lgan narsa shuki, ustingga kelgan musibat Allohning izni bilan bo'ldi. Bu bizning e'tiqodimiz. Alloh xohlamaganida shu musibat kelmas edi. Ikkinchidan, ustingga kelgan bu musibat o'zingni fe'ling tufayli keldi. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Nima musibat kelsa, o'zing qilgan ish tufayli keldi. Ya'ni men ko'p qilgan xatolaringni jazosini bermasdan kechiraman deyapti Alloh taolo. Ikkinchidan, bu musibat o'zimizning fe'limizdan keldi. Uchinchidan, mana shu musibat sodir bo'lishidan avval Lavhul Mahfuzda bitilgan edi. Chunki ana shu aqida darslarimizda o'qiganmiz, Alloh taolo qalamni yaratdi, yoz dedi. Nimani yozaman dedi qalam? Hali osmoni yer yaralmay 50 ming yil avval bo'lyapti bu ish. Osmon yer yaralmadi, 50 ming yil avval Alloh qalamga yoz dedi. Nimani yozaman dedi? Maqodira kulli shay. Mana shu borliqda bo'ladigan hamma ishlarning taqdirini. Shuning uchun bu ustingga kelgan musibat haqidagi tasavvuring to'g'ri bo'lsin. Tasavvuringni tuzatib ol. Chunki seni mana shu hayot haqidagi fikring, o'ying, tasavvuring qanday bo'lsa, hayoting shunga yarasha bo'ladi. Qaytarib aytaman, bu hayotda bo'layotgan ishlar haqidagi tasavvuring, bu hayot haqidagi o'lchov tushunchang to'g'ri bo'lgandan keyin hayoting to'g'ri bo'ladi. Nimaga to'g'rasan? Nimaga to'g'rasan? Ha, men manaqa bo'lsam ham mana bo'lyapti-yu. Ha, palonchilar anaqa bo'lsa ham manaqa bo'lyapti-yu. Mana shu tasavvurning noto'g'riligidan kelib chiqadi. Agar ustingga kelgan bir balo musibat haqida tasavvuring to'g'ri bo'lsa, bu musibat seni baxtsiz qilmaydi. Agar ustingga kelgan musibat haqida tasavvuring noto'g'ri bo'lsa, bu musibat seni baxtsiz qiladi. Ikkala holatda ham musibat turibdi ustingda.
musibat haqida to'g'ri fikr qanaqa bo'ladi? Musibat keldi. Mo'min odam bu musibatga ikki xil qaraydi. Birinchisi, bu musibat meni o'zi qilgan xatoyim, kamchiligim uchun keldi. Mendan xato o'tdi, Alloh taolo bir musibat deb berdi, shu bilan shu xatoyimni kaforat qiladi. Banda Allohga tavba qilmay qo'ysa, gunohlari ko'payib ketsa, Alloh yaxshi ko'rsa bitta baloni berar ekanda, bitta qilgan xatosiga bitta jazoni berib turib, bu yerda yana 10 ta gunohini Alloh taolo gunohini kechirib tashlaydi. 10 ta gunohni o'chirib tashlaydi. Demak, musibat kelgandagi birinchi fikrimiz qanaqa bo'ldi? Qilgan gunohlarimga kaforat bo'ldi deydi, Allohga hamd aytadi. Ikkinchi qarashchi. Ikkinchi qarash darajasini, martabasini ko'tarish uchun bo'ldi. Ya'ni musibat keldi, qaradingiz, bildingiz, onangizni xafa qildingiz, falonchini haqqini yeb qo'yuvdingiz, falonchini uruvdingiz, falonchini, xullas bir xatoingizni topdingiz, shunga kaforat bo'ldi dedingiz. Endi ikkinchi holatda unaqa ishingiz yo'q bo'lsa ham keldi. Shunda ham yutuqdasiz. Chunki Alloh taolo sizni darajangizni ko'tarishni xohladi. Qaytarib aytamiz, ustingga kelgan musibat haqida tasavvuring to'g'ri bo'lsa, bu musibat seni baxtsiz qilmaydi. Birodar, o'zingni o'rgat sabr qilishlikka. Tuyani ham eplab toshni ustiga ham cho'kishlikka o'rgatar ekan odamlar. Tuya toshga cho'kmas ekan, oyog'i botadi, lekin shunga ham o'rgatsa bo'lar ekan. Ayig'ini valasaft minishga o'rgatishyapti. Ma'qulmi? Jazobaga tushsangiz ham, rozi bo'lsangiz ham, shukr qilsangiz ham musibat keldi. Shuning uchun birodar, ustingga bir musibat keladigan bo'lsa, atrofingdagi odamlarga taqqoslab ko'r. Sendan avval yashab o'tgan ko'p odamlar bor. Ularda mashaqqatlarga tenglab ko'rginda, shunda seni baloing hech narsa emasligini tushunasan. Ahvoling yengilligini, holating og'irmasligini tushunasan. Shunda Allohga hamd aytasan, qo'lingda qolgan yaxshiliklar uchun Alloh taolaga shukr keltirasan. Qo'lingdan ketgan narsa uchun savob umid qilasan. Shuning uchun birodar, atrofingda balolangan odamlarni qaraginda, ularning holidan ibrat olgin. Ishing yurishmayaptimi? Ozgina qarzing bor, uzolmayapsanmi? Tomni yopolmayapsanmi? To'yga pul yetkiza olmayapsanmi? Musibatmi bu? Ayrim yurtlarda urush birodarlar. Ocharchilik, yana boshqalarda suvsizlik, qahatchilik, tinimsiz tabiiy ofatlar bo'lib turibdi. Agar ularni holiga qaraydigan bo'lsang, seni ishing yurishmayotganiga hech narsa emas. Ma'qulmi? Shuning uchun har safar aytamiz, dunyo ishlarida, dunyo matohi ishlarida o'zimizdan holi xarobroq odamga qarasak, shukr keltirmay ilojimiz yo'q. Biz qaysi tomonga qarashni bilishimiz kerak. Mana endi insonning ustiga bir musibat kelgan bo'lsa, mana shu musibatini yengil qiladigan omillar bor. Birinchidan, mana shu musibatga agar sabr qilib shukr keltirib rozi bo'lsang, Alloh senga ajr beradi. Musibatni yengillatadi. Ikkinchidan, o'ziga o'xshagan musibat egalaridan ibrat olish. Qarasa, bunaqa musibatda bitta o'mas ekan. Ko'pchilik kuyibdi puliga, dollar almashuvdi. Bitta senmasda kuygan. Senga o'xshab shu musibatdan aziyat chekkanlar ko'p. Yolg'iz emassan, yengillatadi. Uchinchidan, senikidan ko'ra kattaroq musibati bor odamni qarab turib, "Ham meniki kichkina yo'g'on oldida" deysan. To'rtinchidan, mana shu musibat seni Robbingni eshigiga olib bordi. Qarangda, musibat sizga Robbingizni eslatdi. G'aflatga tushib qolyapsiz, Alloh deyishni o'rgandingiz. Tishingiz og'rib kechasi uxlamaganingizda Alloh deysiz. Abdushi Alloh deysiz. Tishingiz og'rimagan paytda uxlayverardingiz. Shunday emasmi? Demak, to'rtinchidan bu musibat senga kim eslatdi? Allohni eslatdi. Beshinchidan, bu musibat seni diningda emas, iymoning salomat. Chunki mo'min odam uchun eng qadrli, qiymatli narsa bu uni iymoni, uni dini. Fala tajal musibatana fi dinina. Parvardigor musibatimizni dinimizda qilib qo'ymagan. Iymonimiz salomat bo'lsin. Har qancha musibat bo'lsa sabr qilamiz, har qancha qiyinchilik bo'lsa ko'taramiz, bitta o'lsak qutulamiz bu dunyoda musibatidan. Ammo dinimizda qilmagan. Dinimizni yutkizib qo'ymaylik. Oltinchidan, kengchilikda yurib Allohni esdan chiqarib qo'ygandan ko'ra, mana shunaqa musibatga uchrab turib Allohni eslab turganing yaxshi. Ma'qulmi? Hamma yo'g'iz 5 bo'lsa Alloh deymiz, aytyapmiz-ku mana. Kengchilikda yashab Allohni unutib qo'ygandan ko'ra, ancha-muncha musibatga uchrab turib Alloh deganing sen uchun yaxshi. 7-dan,
Ustingga kelgan musibatni ketkizishlikka senda hech qanaqa chora yo'qligini tan olishing. Alloh yozgan ekanmi? Demak bo'ldi shu narsa. Endi musibat kelgandan keyin nima hiylang qoladi desa, shu hiyla qilmaslik. 8-dan va bularning hammasi Alloh taoloning ixtiyori bilan bo'layotganligini bilishing. Shu 8 ta omilni bir qator eslatib qo'ysang, ustingga kelgan musibat nima bo'ladi? Yengil bo'ladi. Astagfirullah. Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum va asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallohu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Zotan sizlar o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan narsani yoqtirmasligingiz va siz uchun yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rishingiz mumkin. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Sen yomon deb o'ylayotgan shu musibatda senga foyda bor. Robbing shuni yozdimi? Rozi bo'l, shukr keltir, hamd ayt. Alloh taolo undan keyin senga yaxshiliklarni ato qiladi. Bu masalada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga birodarlar yorqin namuna. U zot sollallohu alayhi vasallamni ustlariga ichki chavolani tashlashdi. Sajda qilib turganlarida kelib bo'yinlarini, oyoqlarini ezishdi. Tovonlari qonadi, yuzlari yorildi. Iqtisodiy qamalda qolib ochlikka duchor bo'ldilar. Makkadan quvildilar. Tishlari sindi. Pokiza ayollarga tuhmat qilindi. Uhudda 70 ta sahobasi shahid bo'ldi. Bi'r Mauna fojiasida xiyonat bilan 40 ta qori sahobasi qatl qilindi. Rasululloh o'zining 7 ta farzandidan 6 tasini o'zi qo'li bilan ko'mganlar. Bitta farzandi yo'qotsa, ota-ona uchun qanchalar katta musibat. 7 ta farzandidan 6 tasini Rasululloh o'zining qo'li bilan ko'mganlar. Musibatmi? Qornini ochligini, qattiqligidan bitta emas, 2 tadan tosh balab yurgan Rasululloh. Shoir, kohin, munajjim, majnun degan tuhmatlarga duchor bo'ldi. Lekin hammasiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rozi edi, shukr keltirdi, qanoat qildi. Alloh taolo najotni berdi. Albatta bularning bari katta ulkan sinov imtihon edi. Biz ustimizga bir musibat kelsa, Rasulullohning ko'rsatmasi turibdi bizga. U zot aytadilar, birortalarning ustinglarga bir musibat kelsa, meni vafot etganimni eslanglar. Shunda shu musibati yengil bo'lib qoladi. Chunki Muhammad alayhisolamning vafoti siz bilan biz uchun eng katta musibat. Bu musibatning oldida boshqa musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Shu narsani eslat o'zingga birodar. Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan avval yashagan anbiyolar. Ularga bu musibatlar kelmadimi? Zakariya alayhisalom qatl qilindi, Yahyo alayhisalom so'yildi, Musa alayhisalom suv yoqizildi, Yusuf alayhisalom quduqqa tashlandi, keyin tuhmatga qolib qamoqda o'tirdi, Ibrohim alayhisalom o'tga uloqtirishdi. Bu koinotning sunnati ekan. Bu hovli, bu dunyo hovlisi mehnat, mashaqqat hovlisi ekan. Doimiy suratda bir huzur halovat, doimiy suratda kengchilik bo'lishi mumkin emas. Agar shunday bo'lishi mumkin bo'lganda payg'ambarlar chiqqasi bir mashaqqat chekmagan bo'lardi. Salaf solihinlarning yo'llari ham shunaqa bo'lgan birodar. Umar ibn Hattob mehrobda turganda hanjar urildi. Usmon ibn Affon 80 dan o'tgan oqsoqol Qur'on o'qib o'tirgan joyda qatl qilindi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu masjidga kirganda boshiga qilich urildi. Qancha imomlar qamchilarga duchor bo'lishdi. Qancha oriflar, ulamolar qamoqqa olindi. Qancha bir taqvodor insonlar tuhmat bo'xtonga qoldi. Imom Buxoriydagi zotlar yurtiga sig'may qoldi. Astagfirullah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina halaw min qablikum massathumul ba'sa wa darra wa zulzilu. Yoki ey mu'minlar, sizlardan ilgari o'tgan zotlar ibrati sizlarga kelmay turib jannatga kirishni o'yladingizmi? Avvalgilarga sinov kelganda sizlarga ham keladi. Ularga balo va musibatlar ustma-ust kelib, shunday larzaga tushgan edilar. Demak, musibat keladi. Kishini dinida qanchalar salobati katta bo'lsa, iymoni qanchalar quvvatli bo'lsa, imtihon, sinov, musibat shunga yarasha keladi. Iymoni eng quvvatli bo'lgan, salobatli bo'lgan kishilar anbiyolarmidi? Sinovlarning ham eng qiyini shularga kelgan. Inna hada lahuval balaul mubin dedi Alloh taolo Ibrohim alayhisalom qissasida. O'g'lini yerga yotkizib so'yishlik buyurildi. Mana imtihonda eng qiyini shu edi. 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasi 12-13 ga kirib yoniga kirib qolgan paytda olib chiqib turib qo'ling bilan so'yasan dedi Alloh taolo.
Robbing senga shu kunni ixtiyor qildimi? Sen ham ixtiyor qil. Musibatingga sabr qil. Shu kunda Alloh taqdir qilibdimi, roziman degin, savob umid qilgin. Ustingga kelgan balolarni atrofingadagi odamlarning ustiga kelgan balolarga taqqoslab ko'r. Bu dunyoda sendan avval yashagan odamlarning musibatiga taqqoslab ko'r, tenglashtirib ko'r. Shunda sening ustingdagi musibatlar hech narsa emasligi ma'lum bo'ladi. Shunda Allohga hamd aytasan. Robbing seni qo'lingda qoldirgan boshqa yaxshilar uchun shukr keltirasan. Qo'lingdan ketgan narsalar uchun esa savob umid qilasan. Saodatning 22-sababi balolangan kishilarning holidan qalbni kengaytiradigan, yurakni yozadigan, g'am tashvishlarni bulutini ketkazadigan amallardan bittasi bu sayohat. Sayohat degani albatta katta pulni sarflab boshqa chet o'lkalarga borishni tushunmaslik kerak. Tog'larga chiqib ketish, o'rmonlarga rihla qilish, sahrolarni kezish, qirlarga sayr qilish, tabiatni qo'yniga chiqish. Tog'i toshlarga nazarga solish, daryolarga bir tikilib o'tirishdik. Biz sayri sayohat deganda avvalambor shu nazarda tutyapmiz. Uyda dimlanib o'tira olmaslik. Birodar, iching torayib, asablaring taranglashib, yuraging siqilib, dod degan kelib ketadi ba'zida. Chidamay ketasan. Shart ishlaringni yig'ishtirda, do'konni ochma bugun. Mashinangga o'tir, chiqib ket shahardan. Tog'iga chiqib ket, o'rmonga chiqib ket, yaylovga chiqib ket, sahroga chiqib ket. Bo'g'ilib, dimlanib, shaharda tutunni changini yutib o'tiravermasdan, ora-orada shunaqa qilib turgan. O'zingga bir kun dam olish ber. Hozir ayni shunaqa qiladigan payt. Adirlarda hozir rosa bir ko'karib biz adirlar, tog'lar chiroyli bo'lgan payt. Ochiq turgan mana shu koinotni kitobiga nazar solish kerak, birodarlar. Shunda Alloh taoloning qudratini, azamatini guvohi bo'lamiz. Ko'klamzorlar, go'zal bog'roqlar, bir-biriga tutashib ketgan o'rmonlar, tog'dagi archazorlar. Bularda bari sen bilan menga, birodar, Alloh taoloning qudratini, azamatini ko'rsatib beradi. Buni ko'rishing uchun uydan chiqish kerak. Birodar, uyingdan chiq. Shahardan tashqariga chiq. Atrofingdagi narsalarga qara, tomosha qil, fikr qil. Toqqa ko'tarildi. Baland toqqa ko'tarildi, uzoqqa nazaringni tikib tur. Yozilasan. Kenglik insonning qalbini yozadi. Alloh azza va jalla jannatga siz bilan bizni da'vat qilgan paytda jannatni maqtab, uni kengligini aytadi. Astagfirullah. Wasari'u ila maghfiratin min robbikum va jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannatga shoshilinglar. Qanaqa jannat u? Robbingizdan bo'lgan mag'firatga shoshiling, jannatga shoshiling. U qanaqa jannat? Kengligi osmonlar yerdan ko'ra keng. Jannat aytilganda uni kengligi aytilyapti. Birodar, tashqariga chiq. Daryoda bo'yiga kelganda suvning oqishiga uzoq tikilib tur. Sharqirashiga uzoq quloq tutib tur. Zilov suvdan to'yib ich. O'rmonga bor, daraxtlarning turli-tumanligiga qara. Ularning rangi, shakli, barglari haqida fikr qil. O'pkangni chuqur-chuqur to'ldirib nafas ol. Shunda ruhing qushday yengil bo'lib qolganini ko'rasan. O'zingni erkin his qilasan. Saodat osmonida suzasan. Uyingdan shartda chiq. Uyingda shartda chiq. Telefonni tashla, ko'zingdagi qora pardani uloqtir. Allohga tasbih aytgan holingda mana shu tashqarida sayr sayohat qil. Biz sayohat deganda shu narsani nazarda tutyapmiz. Bu hammamiz qo'limizdagi bor narsa. Lekin erikamizda, "Qo'y" deysiz. Nima qilaman deysiz. Zona komforti degan so'z bor. O'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Zona komforti bo'ladi. Siz o'sha ertaman borasiz do'konga, telefonda o'ynaysiz, savdo bo'lsa bo'lmasa o'tirasiz, qaytib kelasiz, uxlaysiz. Somolga borasiz, yana o'sha ishni qilasiz. O'sha komfort zonasidan chiqa olmay qolganmiz. Chiqib ko'ring-da. Haqiqatan sayohat qilish qiyin boshida. "Qo'y" deydi, "Nima qilasan?" deydi. "Hozir zarirmi? Issiqni qara" deydi. "O'tir, undan ko'ra telefon o'ynab" deydi. "Yangi seriyasi chiqibdi" deydi. Qaysini? Shuning uchun birodar bitta xonaga tiqilib olib, biqinib yotib olib, o'zingni qatl qilmagin. Chunki o'zingni tugatishning eng oson yo'li shu.
telefonga qaraysiz, ko'zingiz tinib ketganidan to'xtatasiz, to'g'rimi? Yo batareyasi o'tirib qolgandan to'xtatasiz, yo qoningiz og'rib ketgandan turib to'xtatasiz. Mana shunday qarab o'tirasizlar. Somorga borib telefonga qarab o'tirasizlar. Birodarlar, telefon o'ldiryapti bizni. Birodar, sen o'tirgan bu xoning butun olam degani emas. Seni o'zing butun insoniyat emassan. Nimaga endi mana shunday bir siqilib o'tirishing kerak? Axir Alloh taolo senga infiru xifafan va thiqala demaganmidi? Nima degani bu? Yengil holinglarda ham, og'ir holinglarda ham qo'zg'alinglar, ya'ni qimillar harakat qilinglar degani. Tashqariga chiq, tabiat qo'yniga chiq, o'sha yerda o'tirib Qur'on tilovatini qil. O'sha yerda o'tirib tasbih ayt. O'sha kenglikka chiqib turib subhanalloh da bir 10 marta aytganda, chuqur o'pkani havoga to'ldirib turib. Ana shu kenglikda o'tirib, daryoda sharqashir ostida, qushlarda chug'ur-chug'ur ostida, shamolda esishi ostida, keng osmon, toza havo ostida o'tirib Qur'on o'qi. Tasbih ayt, istig'for ayt, Muhammad alayhisolamga salovat ayt. Yengillik tortasan. So'raylarda doktorlar ham xuddi o'sha gapni aytadi. Hoji aka, sabr ko'chaga chiqib bir havo almashtirib turing, yotavermang, mana qil yotaversangiz, u doktor aytsa chiqasizlar. Qalbing yoziladi. Siqilishlar, asabtorliklari ketganini ko'rasan, yengil bo'lib qolasan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hayotini qaranglar. Bundan 1400 yil avval yashagan, sahroda yashagan Makka ahli bo'lgan Quraysh tug'ilgan chaqaloqlarini jismonan, ruhan tetik bo'lishligi uchun sahroga berib yuborishar ekan. Bundan 1400 yil burun mashina yo'q edi Makkada. U yerda tutun, gaz, chang yo'q edi, sahro edi, havosi toza edi, lekin shunaqa bo'lsa ham Quraysh arablari bolalarini sahroga berib yuborardi emizdi bolalarini. Nima uchun? Sahroning havosi toza, sahroda ulg'aygan bolalarning fe'li keng, ovqati sodda, oddiy, har kuni jismoniy harakat. O'sha zamonlarda ham shuni tashvishini qilishgan ekan, birodarlar. Bundan tashqari birodarlar, hamma payg'ambarlar qo'y boqqan. Hamma payg'ambarlar qo'y boqqan. Ma min nabiyin illa wara'al g'anam degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar borki, qo'y boqqan. Buni hikmati katta. Qo'y haydab yuradi, jismoniy harakat. Ertaroq uni o'ngga burish kerak, chapga burish kerak, boshqarish. Yolg'iz qolarkan tafakkur qiladi. O'lim haqida, hayot haqida, Alloh haqida, o'lgandan keyingi narsalar haqida, ammo shahardan boshini chiqara olmaydigan odamlarda bu narsa bo'lmaydi. Hech bo'lmasa-chi birodarlar, sayr qilib qabristonga kiraylik. Eng yaqini shu shaharning ichida. Kiring, qabrlarga bir qarang, ibrat olasiz. Mana avvalgi darslarimizda aytib berdik. Bir yigit iymonsiz, dindan uzoq, shu bir xudosiz bo'lib o'tayotganda, ota bolasini iymonsiz ketayotganligini, iymonsiz qolayotganligini o'ylab siqildi va vafoti oldida bir vasiyat qildi. Nima qildi? Bolam, men o'lganimdan keyin meni ko'mib kelib, mana shu xonaga kirib, 40 kun mobaynida yarim soat yoki 20 daqiqa o'tir dedi. Nima qilaman o'tirib dedi? Jim o'tirasan faqat dedi. Hali yigit otasini ko'mib keldi, aytganidek 40 kun mobaynida 20 minutdan o'tirdi. Keyin Allohni topdi, iymonga keldi. Nima uchun? Chunki boyagi dunyosidan uzilib, telefonidan uzilib, jim o'tirib fikr qilishga imkon bo'ldi. Hayotni g'alag'ovuridan, hayotni chang to'zonidan qutulib fikr qilishga imkon bo'ldi, Allohni topdi. Nafas qisadigan, uyda o'tirib asablari tarim bo'lib qolgan bemorlarga ham tabiblar shu narsani tavsiya qilishadi. Nimani tavsiya qilishadi? Uyda qamalib o'tira olmasdan ko'chaga chiqing, sayr sayohat qiling. Biz yuragimiz siqilib ketsa, sayr sayohat qilamiz. Qayerga boramiz? Yashang. Bozorga boramiz. Bir yozilib kelay deydi, asabi o'lib keladi. Yana fe'li tor bo'lib keladi. Narx-navolarni ko'rib turib asabi o'ladi. Yana yuragi siqiladi. Dollarning kursini ko'rib yana tabixir bo'ladi. Qarabsizki, sayr sayohati teskari natijani berdi. Alloh taologa yerlarning eng mahbubi masjidlar, Alloh taologa yerlarning eng mabg'uzi bozorlar degan. Ke birodar, ana shu saodatni topish uchun, fikr yuritish uchun, mulohaza uchun sayr qilamiz. Alloh taolo
ayni shu narsaga sen bilan meni buyurgan. O'nlagan oyatlarda yer yuzida sayr sayohat qilishimizni Alloh taolo sen bilan bizga amr qilgan. Mana shu siz bilan bizdan avval yashab o'tgan ummatlarda holidan xabar bo'lishimiz uchun mana shu sayr sayohat qilishga Alloh taolo bizni buyurgan. Astagfirullah. Qul siru fil ard fanzuru kayfa bada'al xalq thumma Allohu yunshi'u nash'atal akhirah innalloha ala kulli shay'in qodir. Ey Muhammad alayhisalom ayting. Yerda aylanib Alloh dast avval qanday qilib yaratganini ko'ringlar. So'ngra Alloh ularni ikkinchi marta paydo qilur. Albatta Alloh barcha narsaga qodirdir. Mana siru fil ard deyapti. Yerda sayr sayohat qilinglar deyapti. Astagfirullah. Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sayohat qilsak nima bor bizga? Robbimiz aytayapti. Osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashib turishida aql egalari uchun Alloh taoloning borligiga dalolat qiladigan oyat alomatlar bor. Ular kimlar? Ular sayr sayohat qilganda nima deydi? Allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Robbana ma xalaqta hada batilan subhanaka faqina azaban nar. Ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydi. Hamda osmonlar va yerni yaralish haqida tafakkur qiladi. Aytishadiki, Parvardigor, bu borliqni behuda yaratganing yo'q. Sen bunaqa bekorchi ish qilishlikdan, behuda biron ish qilishdan poksan. O'zing bizni jahannam azobidan asragin. Birodar, sayr qiling, sayohat qiling. Oddiy misol, Bishkekka yuramiz mashinada. Bir yayraysan, yangilanib kelasan. Insonning tabiati bir xillikdan zerikadi. Bu uni tabiati. Doim rutinni ish, monotonni ish bir xilda. Ertaman turadi, do'konga boradi, keladi. Do'konga boradi, hech qanaqa bir yangilanishlik yo'q. Inson bu narsadan malollanadi. Shuning uchun hikmatda aytiladi, safar qalbdan g'amni aritadi, g'amni ko'taradi. Ilm talabida safar qilish foydalari degan kitobda shunday deyiladi. Safarning foydalari. Mana endi safarni gaplashyapmiz. Odamlar safarida qanchalar rohatlanadi. O'zining yurtidan chiqqan vaqtida hayajonlanadi. Har bir manzil va joylardan o'tib borarkan, qalbi va a'zolarida lazzatni topadi. Tizilgan qishloqlar, bog'roqlar, chiroyli shaharlar, ularning tabiatlarini ko'rib, yuragiga xursandchilik to'ladi. Shaharlarni kezib yurib, avvallar ko'rmagan narsalarni ko'radi. Turli xil madaniyat va odatlar bilan tanishadi. Yo'lda, daraxtzorlarda, soya salqinlarda dam oladi. Xullas, safar qilgan inson yangilanadi. Mana endi tabiblarni, ya'ni ilm bilan isbotlab qo'ygan haqiqatlarni o'qib beraman ba'zilarini. Sayr qilgan, sayohat qilgan odamga nima bor? Ilmiy isbotlangan haqiqat. Sayr va sayohatning foydalari. Birinchidan, immunitet mustahkamlanadi. Havo almashadi-da, havo almashadi. Ikkinchidan, sayohat insondagi stressni yechadi. Stress nima? Tushkunlikka tushish, qo'rquv, vahima, xavotir, stress. 21-asrda yashayotgan odamlarning vabosi mana shu stress deyiladi. Asablarni tarenligiga. O'zingni bolangni g'alvasini ko'tara olmaydigan bo'lib qolgansan. O'zingni bolangni g'alvasini, u boshqasini qo'y. Uchinchidan, miyani kuchayishiga sabab bo'ladi. To'rtinchidan, yurak qon tomir kasalliklarining xavfi pasayadi. Beshinchidan, jismonan sog'lom bo'lishiga sabab bo'ladi sayohat qilgan odam. Oltinchidan, fikrlash doirasi kengayadi. Yana sayohat qilgan odamda o'ziga bo'lgan ishonch ortadi. Sayohat qilish kerak yigitlar, yoshlar. Sayohat insonni pishiradi. Musofir bo'lmaguncha nima degani bu? Ha, o'sha safarga chiqasan, qiyinchilik ko'rasan, o'zingni nimaga yarashingni ko'rasan. Yangi do'stlar orttirasan, vaqtingni naq o'zingga sarf qilasan, kayfiyating chog' bo'ladi, internetga bog'liqlik degan kasaldan omonda bo'lasan. Katta shaharlarda yashaydigan odamlarning asablari bilan
kichkinaroq shahar yoki qishloq joyda yashaydigan odamlarni taqqoslasangiz, albatta farqi bor. Shaharda tor ofislarda ishlaydigan odamlar bilan dala bog'da ishlaydigan odamlarning asablarning o'rtasida katta farq bor. Katta shaharlarda yashaydigan odamlarning juda ko'p qismini fe'li tor, asabi tarang. Biroq ularga gapirmasa iloji bo'lsa, tek qo'ymani deydi. Bitta gap kam, ikkita gap ko'p. Sal narsaga lopat yonib ketadi. Bularning muqobilida tolada ketmon chopadiganlarni olinglar. Bog'bonlarni olinglar yoki tog'larda qo'y boqib yuradiganlarni qaranglar-da. Ularda asabi haqida gapirmasagan bo'ladi. Og'ir bosiq, asabi o'rnida. Xullas birodar, iching torayib ketdimi? Asablaring taranglashib ketdimi? Yuraging siqilib dod deging keldimi? Shart ishlarni bir kun yig'ishtirda, mashinangga o'tirib shahardan tashqariga chiqib ketdi. Toqqa chiq, o'rmonga chiq, yaylovga chiq, sahroga chiq, bo'g'ilib dimlanib uyda o'tirma. Agar bunday qilib o'tiradigan bo'lsang, o'zingni halol qilasan. Qalbni kengaytiradigan, yurakni yozadigan, g'am tashvish bulutlarini ketkizadigan ishlardan bittasi Allohning o'zi kifoya. Ishni Allohga topshirish, uni o'ziga suyanish, uni va'dasiga ishonish, Allohning ishiga rozi bo'lish, u haqida yaxshi gumonda bo'lish, yengilligini faqat Allohdan kutish iymonning eng ulug' mevasi. Allohga tavakkul qilish mo'minning eng ulug' sifatlaridan. Tavakkul qilish degan nima degani edi? Esli odamlar ittaro kelib, mana devorga suyangan, beli charchamayapti, beli tolmayapti. Endi suyanchig'i bo'lmagan odamning beli tolib ketadi. Mana sizlarga dehqoncha misol. Allohga ishlarini topshirgan, Allohga ishini tavakkul qilgan banda hayotda beli tolmay yashaydi. Lillahil masalul a'la. Banda ishlarning oqibati haqida yaxshi gumonda bo'lsa, har bir ishida Allohga suyansa, nimaga erishadi? Allohning himoyasiga, homiyligiga, rioyasiga, qo'llashiga va madadiga. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bu odamning hamma ishi Allohning qo'lida. Ibrohim alayhisalom juda ham katta o'tni to'plab gulxan yoqishdi. Ibrohim alayhisalomning oyoq qo'lini bog'lab o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. Shunda Jibril alayhisalom keldida, "Alaka haja ya Ibrohim?" Ibrohim, menga bir hojatingiz bormi? Ha, ushlab qoling demadi. U sekundlarda bo'lyapti bu ish. Havoda gaplashyapti buni. Uchib ketyapti, hozir yarim sekundda tushadi o'tga. Sizgami dedi? Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor, ammo Robbimga aytishni hojati yo'q dedi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Ibrohim alayhisalom. Alloh taolo dedi, "Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim." Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'ling dedi. Nima uchun? Hasbunallohu va ni'mal vakil degan uchun. Mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni va sahobalarni qo'rqitib odam yuborishdi. Katta qo'shin ustinglarga to'planib kelyapti. Bu Uhud g'azotidan keyinlar, 3 kun o'tib. Rasulullohni qo'rqitgani, sahobalarni qo'rqitgan odam yuborganda Rasululloh aytdilar: "Hasbunallohu va ni'mal vakil." Bizga Allohning o'zi kifoya, u vakillikka o'ta loyiqdir. Natija qanaqa bo'ldi? Shu oyatning davomini qarang. Fanqalabu bi ni'mati minallohi va fadl. Bas ana shu yurishdan biron noxushlik yetmay Allohning ne'mati va fazli bilan qaytdilar. Birodar, hasbunallohu va ni'mal vakil deyishni o'rgan. Yuragingdan chiqsin, ishonib turib ayt. Odam bolasi dunyoda yashar ekan, albatta xavotirga, mashaqqatga, vahimaga, qo'rquvga duch keladi. Bularning hammasini oldida sobit turishlikka insonning toqati yetmaydi. Chunki inson ojiz, inson zaif qilib yaratilgan. Va xuliqal insonu doifa. Inson ojiz qilib yaratilgan. Demak, inson ojiz. Ammo u Robbimizga tavakkul qilsa, Alloh meni qo'llaydi deb iymoni komil bo'lsa, ishini Allohga topshirsa, holi tamomiy yaxshi tomonga o'zgaradi. Kelayotgan qo'rquvlar, hodisalar, voqealar, halokatlar bandani ezib qo'yadi. Shunda unga bitta yo'l qoladi. Hasbiyallohu va ni'mal vakil deydi. Meni hisobim Allohning qo'lida, u naqadar zo'r vakildir. O'zi
shunaqa bir musibat tayda qolgan odamni boshqa nima chorasi ham bor? Nima chorasi ham bor? Agar birodar haqiqiy mo'min bo'ladigan bo'lsang, yolg'iz o'zini o'ziga suyan. Alloh taolo aytayapti: "Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Agar sizlar mo'min bo'lsanglar, Allohni o'ziga suyaninglar. Akangizga emas, tanishingizga emas, pulingizga emas, qandaydir kuchliroq aloqalaringizga emas, Allohga suyaning. Agar mo'min bo'lsangiz, shart qo'yapti: "In kuntum mu'minin." Agar mo'min bo'lsanglar. Mana tarixni qarasangiz, Allohga tavakkul qilishlikni misollari to'lib yotibdi. Allohga haqiqiy tavakkal qilganlarda Alloh qanday qo'llaganini qarang. Hojar ona emiziklik Ismoil o'g'li bilan Bakkada qoldi. Ibrohim alayhisalom qo'yib ketdi, Allohga tavakkal deb qoldi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Hojar ona. Ojiza ayol, qo'lida emiziklik bolasi, hali Makka shahri yo'q, sahro. Shunday qo'yib ketaverdi. Qolaverdi. Idan lan yuzayyana. Alloh bizni zoya qilmaydi dedi. Nima berdi Alloh taolo Hojar onaga? Zamzamni berdi. Musa alayhisalom onasi, u ham ojiza, zaif ayol. Firavun hukm qilgan, Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il bolani, o'g'il chaqaloqni so'yilsin. Istab yurib, uymi-yur so'yishgan. Qanaqa bir sharoiti bor, qanaqa bir chorasi bor bu ojiza ayolning. Daryoga borib, sevatga solib oqizdi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi. Nima bo'ldi? Firavunning qasriga borib, Firavunning bolasidek katta bo'ldi. Mana shu Musa alayhisalomni qatl qilishlik uchun chaqlangan qilichlar, pichoqlar, hanjar, nayzalar Musa alayhisalomning himoyasida, xizmatida turdi. Onasini uyiga olib borib keladigan bo'ldi, Firavunning xonadonining bolasi bo'lganligi uchun. Chunki Alloh taologa birodarlar, qiyin narsani o'zi yo'q. Shuning uchun birodar, agar qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod devorgin kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Albatta xohlaysan. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani ishi, hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishingni, uni o'ziga tavakkul qil. Seni shioring hasbunallohu va ni'mal vakil bo'lsin. Allohni o'zi kifoya bizga, u vakillikka o'ta loyiqdir. Puling ozayib ketdi, davlating kamayib ketdi, qarzga botib qolding. Hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Ishing yurishmayapti, qayoqqa borsang eshiklar yopiq, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Dushmanlarda xavotir ko'payib ketdi, taqdir, tuhmatlar ko'payib ketdi, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Robbimiz o'zi bizga kifoya va u naqadar yaxshi vakildir. Shaytoniy hilalar, shaytoniy hujumlar ustingga bostirib kelib qolsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Chunki shaytonning hilasi Allohga tavakkal qilgan bandalarga o'tmaydi. Qaytarib aytaman, Allohga haqiqiy tavakkal qilgan odamga shaytonning makr hilalari o'tmaydi. Astagfirullah. Inna ibadi laysa laka alayhim sultonun va kafa bi robbika vakila. Mening iymon e'tiqodli bandalarim ustiga esa sen uchun hech qanday saltanat hukmronlik bo'lmas. Parvardigoringning o'zi yetarli qo'riqlovchidir. Iblis Odam alayhisalomga sajda qilishidan bosh tortdi. Jannatdan quvildi, la'natni oldi va Alloh taolodan qiyomatgacha o'lmaslikka izn so'radi. Alloh izn berdi. Iblis nima dedi? Endi mana shu odamni deb turib la'nati bo'ldi, mana shu odamni deb turib jannatdan quvildimmi? Endi men buni zurriyotini hammasini to'g'ri yo'ldan adashtiraman dedi. Oldidan orqasidan kelaman, o'ngidan so'lidan kelaman, ustidan ostidan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman, juda ko'pchiligi seni to'g'ri yo'lingda bo'lmaganligini ko'rasan dedi. Alloh taolo nima dedi? Meni e'tiqodli iymonli bandalarim ustida senga hech qanday hukmronlik yo'q dedi. Shuning uchun hasbiyallohu va ni'mal vakil degan narsa qalbingdan chiqsin. Rostakamiga Allohga tavakkul qil, shaytonning makr hilalari ham senga zarar qilmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning o'zi yetarlidir. Qarangda, bir muammoingiz bor. Bu yoqqa yurdingiz, bu yoqqa yurdingiz, eplolmayapsiz. Shunda bir siz ishongan, sizga yaxshilikni ravo ko'radigan,
gapiga javob beradigan, seriozniy odam, bo'ldi men qilib beraman, ketavering dedi. Bo'ldi, ketavering, men to'lab qo'yaman ishingizni dedi. Biz aytganda ishonchli odam, omonatdor odam, gapiga javob beradi. U haligi har xil qalanqasaq emas va sizga yaxshilikni ravo ko'radi. Bo'ldi, ketavering, to'lab qo'yaman, xotirjam uxlavering desa, bitta odam sizga ishingizni hal qilib beraman desa, uje nima bo'lib qolasiz? Xotirjam bo'lib qolasiz-a? Ha, o'lib qolishi mumkin. Fe'li aynib qolishi mumkin. U mansabidan ketib qolishi mumkin. Bitta shunaqa ojiz banda ishingni men to'lab beraman desa, xotirjam bo'lasiz-u. Hamma ish o'zini qo'lida bo'lgan Alloh ishingni menga topshir, o'zim bitkizib beraman desa, ishona olmaysizmi? Bizning muammoimiz shunda-da. Mana Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu hadisini o'qidik, zikr haqidagi darsimizda. Ya Rasululloh dedi. Bir kunda qiladigan duolarimni qanchasi sizga salovatga aylantirib qo'yay? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi dedilar Rasululloh. Duolarimni 3 dan birini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga shuncha yaxshi. Yarmini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi duolarimni? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi. Imom Termiziydan bu hadis. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duolarim sizga salovatga aylanadi dedi. Faqat sizga salovat aytaman dedi. Rasululloh aytdilar, unday bo'lsa gunohlaring mag'firat qilinib, g'amlaring hal bo'lar ekan-da dedilar. O'sha darsda o'tganimizdan beri salovat tinmasdan aytayotganlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Bu darsda qatnashganlarda endi. Bir 10 tadan ko'proq odam o'tiradi darsda. Ajlar ishon olmayapti-da qolganlar. Qanday? Salovat aytsanglar problema hal bo'lib ketadimi? Mana masalan hozir ish yurishmayapti. Undan ko'ra bitta ish bergani yaxshi emasmi? Masalan, qarzim bor. To'g'risi salovat aytib o'tirsam, endi seniki ijobat bo'lmaydi. Mana kam deganda 400 ta 500 ta odam masala eshityapti-ku kunda kelib. Qarang, bir 50 ta odam yo'qda, 10 tadan bitta odam qo'l ko'tara olmayapti. Endi ayb kimda ekan? Hayotda osuda, xotirjam, sakinat bilan yashamayotganingizga sabab nima ekan? Ishonmayapsiz, birodar. Qanday? Prosta salovat aytsa hal bo'ladimi? Bilmadim. Unda gunohlaring mag'firat bo'lib, g'amlaring hal bo'lar ekan-da deyaptilar Rasululloh. Tilingiz bekor qoldi, salovat ayting-da. Ayting-da. Ishona olmaysiz-da. O'shuning uchun aytyapmiz, haqiqiy tavakkal qilganga beriladi bu narsa, hammaga emas. Modomiki hayotni beradigan ham, oladigan ham Allohning o'zi ekan. Rizqni berib, man qiladigan ham o'zi ekan. Endi nima uchun boshqalardan qo'rqib, boshqalardan umid qilasan, birodar? Nimaga qo'rqasan, birodardan? Ustingga kelayotgan ko'p g'am va tashvishlar, birodar. Anduqlar nima sababdan kelyapti bilasanmi? Sen hech ham o'ylamagansan bu narsani. Gunohlar deysizlar, taqvoyimiz yo'qligi deysizlar, namozga beparorligimiz deysizlar, lekin bu narsani bilmaysizlar. Nimaga shu muammolar kelyapti bilasizmi? O'zingga o'xshagan odamdan umid qilishliging, o'zingga o'xshagan bandaga suyanishliging, unga laganbardorlik, unga tilig'onamalik qilishliging. Shu sababdan ustingga musibatlar keladi. Odamga suyanganligi uchun problema keladi ustingga. Bunaqa qilma, birodar. Chunki u sen umid qilib, undan yaxshilikni umid qilib, undan foyda kelishini umid qilib, unga sen laganbardorlik qilayotgan odam ham senga o'xshagan odam. U ham ojiz banda. Shuning uchun Allohni o'zidan umid qil, faqat Allohni o'ziga suyan. Shunda ko'p muammolardan qutulasan. Psixologik muammolardan, ta'madan, laganbardorlikdan, patqalimlikdan va nimadan? Puldor odam kasal ikki bo'kilib turadi. Pisand qilmaydi senda qani. Sen Allohdan kutgunda, senga mansabdormi, puldormi bir xil bo'ladi. Tekkiz muomala qilasan. Qimmat mashinada, qimmat kiyim bilan kirib kelsa, qimmat telefon bilan. U savdo qilsa, qilmasa qulluq qilasiz, aka keling deysiz. Prosta ko'rib chiqib ketadi. Endi bunday qo'li kaltaroq, yupurroq odam kelib turib, sizga palon pulli savdo qilsa ham bunday turasiz sizning oldida. Yana bir muhim narsa, inson bir narsaga erishishligi uchun sabablarni qilish kerak. Sen maqsadingga yetishligi uchun ikkita sabab kerak senga. Bittasi asliy sabab, bittasi tayin qilingan sabab. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab bu Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab sen qilishing kerak bo'lgan ishlar.
Shu ikkalasi bo'lsa, seni maqsading ro'yobga chiqadi. Qog'ozni kuyishiga olov sabab. Ko'katni o'sishiga suv sabab. Qon oqishiga pichoq sabab. Kunni isishiga oftob sabab. Bular bor yo'g'i sabab. Qaranglar. Olov, suv, pichoq, oftob sabab. Bular biz xohlayotgan ishni qilib bera olmaydi. Balki u narsani Allohning xohishi beradi. Dalil. Ibrohim alayhisalomni yoqib yuborishligi uchun mushriklar katta guruhni yoqishdi. Sabab bor. Oyoq qo'lini bog'lab otishdi. Sabab bor. O'tga tushdi. Kuydimi? Demak, o't kuydirmas ekanda, Allohning xohishi kuydirar ekan. O't bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Ibrohim alayhisalom o'zini o'g'li Ismoil alayhisalomni qurbonlikka yotkizdi. Oyoq qo'lini bayladi, yuzini yerga tegizdi, tomog'iga pichoqni qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhisalom so'yilish uchun hamma ish qilindi. Pichoq kesdimi? Demak, pichoq kesmaydi ekan. Allohning xohishi kesar ekan. Pichoq bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Yunus alayhisalom qavm u kishini halok qilishligi uchun dengizga irg'itishdi kemadan. Baliq yutib olib tushib ketdi dengiz tagiga. Dengizda tagi, baliqning qorni, havo yo'q. O'lishlik uchun hamma sabab qilindi. Yunus alayhisalom o'ldimi? Demak, havoni yo'qligi o'ldirmas ekan. Havoni yo'qligi faqat sabab ekan. Kim o'ldirar ekan? Allohning xohishi o'ldirar ekan. Musa alayhisalom Misrdan ana shu 600 ming yahudi bilan chiqdi, qochib. Dengizning oldiga keldi. Orqadan Firavun qo'shini bilan yetib keldi, qirib yuborishligi uchun. Agar yetib kelsa, haqiqatan qirib tashlaydi. Lekin kim xohlasa qirib tashlaydi ular? Kimning xohishi bilan bu ishga qodir bo'ladi? Lekin Alloh xohlamadi buni. Aksincha shu zolimlarni o'zini halok qilishini xohladi. Bironta odam yerdan bitta tosh olib Firavunning qo'shiniga otgani yo'q, Banu Isroil ishidan. Ular hech narsa qilmadi. Endi Allohning xohishi bo'ludi, dengiz o'zi cho'ktirib qo'ydi. Shunday birodarlar, pichoq kesmaydi. O't kuydirmaydi. Suv cho'ktirmaydi. Alloh qiladi bularni. Siz bilan biz qilayotgan ishimiz bor yo'g'i sabab. Firavunning halok bo'lishiga alohida e'tibor bering, birodar. Bu qissada bandalar qilish kerak bo'lgan bitta sabab yo'q. Alloh xoladi, tamom bo'laverdi. Ibrohim alayhisalomni odamlar o'tga tashashdi, sababni qildi. Ismoil alayhisalomni tomog'iga pichoq tortildi, inson sababni qildi. Yunus alayhisalomni tashlashdi. Bularni hammasida sabab bo'lib turib bo'lmadi. Sababni qilsa ham bo'lmadi natija. Ammo Firavun ishida sabab bo'lmasa ham bo'ldi. Kim aytgani bo'lar ekan? Kim aytgani bo'lar ekan? So'raylar kattalardan. Bolam bezillamadi, Xudo aytgani bo'ladi deydi. Shuning birodar, xotirjam bo'l. Biroq qo'rqitsa qo'rqib ketma. Biroq yaxshi narsani va'da qilsa ishib ketma. Ular hech narsa qila olmaydi. Agar Alloh bir ishni xohlasa, sababti ham kerak yo'q ekanmi? Astagfirullah. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Alloh bir ishni xohlasa bo'lishini, shu ishga bo'l deydi, bo'ladi. Sabab ham kerak emas. O'shuning uchun Allohdan qolmang birodar. Allohga tavakkul qiling. Qoida. Bandani saodatga yetaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin, birodar, Allohga suyanishing, Allohga tavakkul qilishing qanchalar kuchli, quvvatli bo'lsa, seni saodating ham shunga yarasha bo'ladi. Agar Allohga suyanishni bilmasang, Alloh bilan himoyalanishni bilmasang, shunga yarasha baxtsiz yashayverasan. Chunki Alloh taolo aytadi, astagfirullah, ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Xoliq subhanahu va taolo aytayapti. Siz bilan biz yaratgan zot aytayapti. Bizni nima baxtsiz qilish, nima baxtsiz qilmasligini biladigan zot aytayaptiki, ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Inson Allohning do'sti bo'lsa, tavakkul qilib turib, unga g'am, qayg'u bo'lmaydi dunyoda. Qo'rqma birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xolamagan bo'lsa,
Shuning uchun biroq qo'rqsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni yopib tashlayman desa, va desa, qo'lingdan kelgan sabablarni qilgin-u, hasbunallohu va ni'mal vakilda. Xotirjam bo'l. Bu yo'q nima bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Birov senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Birov senga zarar yetkaza olmaydi agar Alloh xohlamasa. Shuning uchun seni yuragini siqadigan bir xavotirli xabar kelsa, seni qo'rqitadigan bir so'z kelgan bo'lsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni o'zining ulovlariga uchqashtirib olib, yosh bola ekan, bir qancha narsalarni o'rgatdilar. Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat. Ey bola, men senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Alloh aytganda bo'l, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqlagin, uni doim qarshingda topasan. Qachon muammoing bo'lsa Alloh hal qilib beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, ko'mak tilasang, Allohdan tila va bilginki, butun ummat senga biron bir foyda yetkazish uchun jamlansa, ular senga faqatgina Alloh yozgan foydani keltira oladi. Butun ummat. Agar butun ummat senga zarar yetkazishlik maqsadida to'plansa, ular Alloh yozganidan oshiqcha zarar yetkaza olmaydi. Chunki seni ustingga keladigan yaxshi yomon kunni yozgan qalam ko'tarildi, sahifalar quridi, ish bitdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib, Savr g'orida o'tirishar edi. Rivoyatlarga qarasak, o'rgimchak to'r solib qo'ydi. Bir kaptar kelib yotib oldi shu yerga. Mushriklar o'shigacha chiqishdi. Qarang, bironta sababi foyda qilmadi. Rasululloh hijrati uchun 10 ga yaqin sababni qildilar. Shimolga qaramay yurmasdan janubga qarab yurdilar. Kechasi chiqdilar, qo'ylarning izlari bilan tuyanisini yopishdi, g'orga kirib 3 kun o'tirishdi. Hamma sababni qildilar, ammo bu sabablarning bittasi foyda qilmadi. Quraysh baribir topib chiqdi shu yerga. Chiqishdi, Abu Bakr Siddiq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning oyog'ini ko'rib turishibdi. Shunda Abu Bakr Siddiq yig'iladi. Nima yig'layapsiz, Abu Bakr? Ya Rasululloh, agar hozir oyog'ini tagiga qarasa ko'rib qolardi dedi. Robbisini va'dasiga tamomiy iymoni komil bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam, haqiqiy tavakkulchilarning ustozi bo'lgan Muhammad alayhisalom, ya Abu Bakr, ma zannuka bi ithnayn Allohu salisuhuma dedi. Uchinchi she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz dedi. O'rgimchakda to'r to'sdimi? Dunyodagi eng nafis parda shumi? Eng nafis to'siq shumi? Alloh xohladi shu o'rgimchakda to'ri sabab bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz qilgan hech qaysi sababi foyda qilmadi. Shuning uchun birodar, seni sababing maqsadingga yetkazmaydi. Allohning xohishi yetkazadi. Allohning xohishi qachon bo'ladi senga foydasi? Hasbunallohu va ni'mal vakil desang. Qarang, shu yerda bitta sabab qoluvdi. Rasulullohga va Abu Bakr Siddiqqa. Bitta sabab qoluvdi. Qaysi sababni qilish kerak edi ular? Oxirgi sababida nima edi? Allohning va'dasiga ishonib jim o'tirish edi. Oxirgi sababni ham qildi, Alloh taolo saqladi. G'orda oldan qaytib ketishdi. Shuning uchun birodar, hamma hisob kitobni qilasan. Svet o'chib qolsa dvijok, mikrofon ishlamay qolsa manavi, ona qori kelmay qolsa manavi, hamma sabablarni qilding, bar bo'lmadimi? Endi nima deyishing kerak? Nima deyish kerak shunda? Alloh shuni taqdir qilgan ekan, bo'ldi. Biz sababini nima qildik? Xotirjamisiz? Haqiqiy tavakkalchi qanaqa bo'ladi? Mana endi shu savolni so'raylik o'zimizdan. Men har safar hasbiyallohu va ni'mal vakil, hasbunallohu va ni'mal vakil deyapman, Allohga tavakkal deyapman. Men haqiqiy tavakkulchimanmi? Haqiqiy tavakkalchi inson qanaqa bo'ladi? Sababni puxta qiladi. Xuddi tavakkal qilishni bilmaydigan odamdaqa faqat sababni qiladi. Keyin sabablarni zo'r qilib qo'ygandan keyin sabab qilmagan odamdaqa Alloh o'zingga topshirdim deydi. Haqiqiy tavakkulchi qanaqa bo'ladi? Sababni zo'r qildi. Keyin sababni qilmaganda Allohga tavakkal dedi. Endi undan keyin qanaqa ish bo'lsa ham endi u rozi. Shu odam haqiqiy tavakkulchi. Hamma sababini qildimi odamlar? Tavakkalni ham qildimi odamlar? Bar bo'lmadi-yu. Sen tavakkalchi emas ekansan. Chunki haqiqiy tavakkulchi qanaqa natija bo'lsa ham undan rozi bo'ladi. Endi so'rayinchi o'zingizdan, siz haqiqiy tavakkulchi ekansizmi?
Shuning uchun ulamolar aytishadi, tavakkul 3 xil bo'ladi. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Bu sabr darajasi deyiladi. Zohid insonlar sabr qiladi, shikoyat qilmaydi. Ikkinchisi rozilik. Bu Allohning taqsimiga, Allohning bergan kuniga rozilik. Bu sodiqlarning tavakkuli. Uchinchisi muhabbat. Allohning qilgan ishini yaxshi ko'rish, garchi sizga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Bu anbiyolarning tavakkuli. Tavakkulning birinchisi shikoyat qilmaslik, ikkinchisi rozi bo'lish, uchinchisi yaxshi ko'rish. Endi tavakkulning samaralari. Mana endi nima bor bizga tavakkul qilsak, birodarlar? Birinchidan Allohning muhabbati bor. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkulchilarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh seni yaxshi ko'rgan bo'lsa, yutdi ikki dunyoda. Keyingi foydasi, rizqing keng bo'ladi. Hozir 99% odamning g'ami shu pul topishda, to'g'rimi? Ha? Pul topishda. Rasululloh aytadilar, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganinglarda, Alloh sizlarning rizqinglarni xuddi qushning rizqini bergandek berar edi. Qush ertalab uchib chiqib ketadi, qorni och, kechki payt albatta qonni to'q keladi. Och qolmas ekan qush, birodarlar. Uni hunari yo'q, do'koni yo'q, sababi yo'q, uchib chiqib ketishinglar bor. Qush albatta qorni to'yib kelar ekan. Agar sizlar chinakamiga haqiqiy tavakkul qila olsanglar, qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izadi Alloh deyapti. Tavakkulning yana bitta samarasi, shaytonning vasvasasidan omonda bo'lasan. Hamma qo'rqib bo'layotgan ishlardan vahimaga tushganda xotirjam turasan. Innahu laysa lahu sultonun alal ladina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Albatta iymon keltirgan va yolg'iz Allohga tavakkul qiladigan zotlar ustida shayton uchun hech qanday saltanat yo'q. Vasvasadan omonda bo'lasan. Jannatga behisob kirasan. Payg'ambarimiz aytadilar, meni ummatimdan bo'lgan 70 ming kishi bor, ular jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi. Sahobalar, ular kimlar yo Rasululloh deyishdi. U zot javob berdilar, o'zlarini kuydirmagan, kuydirib davolamagan, ruhiya qildirmagan va Allohga tavakkul qilganlar dedi. Haqiqiy tavakkul qilgan odam jannatga hisob kitobsiz kiradi deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tavakkulning yana foydalaridan insonni azizlikka boshlaydi. Chunki meni ishim Allohning qo'lida. Alloh rizqimni yetkazadi. Alloh foydani ham, zararni ham o'zi beradi degan odam xo'jayin uni xor qilsa ko'tarmaydi. Biroq qo'rqitsa qo'rqmaydi. Alloh rizqni bitta eshigini yopsa, ikkinchisini ochadi deb shat izzat nafsi bilan chiqib ketaveradi. Kim Allohga suyansa, bas albatta Alloh g'olib va hikmatlidir. Tavakkulning yana samaralaridan haqiqiy tavakkul qilayotgan bo'lsang, bu seni qalbingda iymonni chin rost ekanligini dalili bo'ladi. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohga tavakkal qilinglar. Tavakkulning samaralaridan ishingni tuzatadi, ahvolingni o'nglaydi, fitnalardan, musibatlardan to'sadi. Haqiqiy tavakkul qilishlik, birodar, duolarning ijobati bo'lishining sababi. Haqiqiy tavakkul qilishlik maqsadingga olib boradi. Haqiqiy tavakkul qilishlik seni ikki dunyoda saodatli qiladi. Ana shu tavakkulga Imom Buxoriyda keltirgan bir hadisni hikoyasini aytib beraman. Rasululloh aytadilar, Banu Isroildan bo'lgan bir kishi boshqa bir Banu Isroillik kishidan 1000 dinor qarz oldi. Qarz olayotganda qarzni berayotgan guvoh keltir dedi. Hali qarz olayotgan Allohning o'zi guvoh dedi. To'g'ri ayting dedi. Menga kafil keltir dedi. Allohning o'zi kafil dedi. To'g'ri ayting dedi. Ma'lum vaqtda berishlikka 1000 dinorni qarz qilib berdi. Haligi odam molni oldi, dengizga o'tirib ketdi. Tijorati bilan. Pul berish kerak bo'lgan vaqt kelgan paytda 1000 dinorni oldida dengizni bo'yiga keldi. Boyaga odam tomonga ketadigan kema bo'lsa berib yuboraman deb. Lekin kema bo'lmadi. Shunda nima qildi? Bir katta yog'ochni oldi, ichini o'ydi, dinorlarni soldi, yamadi, dengizga uloqtirdi. Nima dedi? Parvardigor, o'zing bilasan, palonchidan 1000 dinorni qarz olganman. Kafil keltir deganida seni kafil deganman. Seni kafilligingga rozi bo'ldi.
Guvoh keltir dedi. Allohning guvohligi yetadi dedim. Unga ham rozi bo'ldi. Men pulni jo'natgani kema qidirdim, ammo topmadim. Mana endi mana yog'och ichidagi pul senga omonat. Dedi, dengizga tashlab qaytib ketdi. Allohga o'ziga tavakkal qildi, 1000 dinorni yog'ochga solib dengizga tashlab yubordi. Va'dalashilgan vaqt keldi, haligi pulni bergan haqdor dengizni bo'yiga chiqib turibdi, kelishini kutib. Kema yo'q, bir payt g'ola sohilga chiqib qoldi. Haligini ko'rdida, o'tin bo'lar yaqarmada olib borib turib, yorug'ning ichidan tillas chiqdi, haligi odamning yozgan maktubi ham chiqdi. Endi nariga odam keyinroq yana boshqa 1000 dinorni olib turib, qarzni to'lagani keldida uchradi haligi odamga. Men sizga vaqtida haqingizni beraman deb kema istab chiquvdim, bo'lmadi. Mana endi ko'tarib keldim deganda, seni yuborgan omonatingni Alloh yetkazdi menga dedi. Haligi 1000 dinorni olib, qo'lidagi bilan qaytib ketaverdi. Yog'ochning ichida omonati keldi. Nima uchun keldi? Nima qiluvdi? Bandani saodatga yetaklaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dunyoda mahzun bo'lib yashamaysan, o'kinmaysan, g'amgin bo'lmaysan agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsang. Qo'rqma, birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xohlamasa. Biroq qo'rqitsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni olib tashlayman desa, bularga parvo qilma. Qo'lingdan kelgan sababni qilginda hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Bu yo'q nima bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Biroq senga zarar keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Shuning uchun sen ustingga qo'rquv xavotir kelsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Saodatning 28-sababi hasbunallohu va ni'mal vakil. Bizga Allohning o'zi kifoya,